Yevropada o'qiydigan o'zbek talabasining bir kunlik hayoti qanday o'tadi? Keling, birga ko'rib chiqamiz. Ertalab soat 8 da zo'rg'a uyg'onib, shoshilib kiyinib, eshikni ochsam, yangi qo'shnim Zuhriddin shunaqa tirshayib turibdi. Shu bilan dormitoriyadan chiqsak, shunaqa quyoshli va ochiq osmon ostida o'qishga yo'l oldik. Universitetimiz uyimizdan sal uzoq bo'lgani uchun o'zi ham o'qishgacha 2 avtobusga minishimiz kerak. Nihoyat o'qishga yetib keldik. Bugun bizda sal og'irroq kun, chunki to'rpara darsimiz bor. Ya'ni soat 9:00 dan 3:50 gacha darsimiz davom etadi. Birinchi darsimiz jamiyatshunoslik bo'ldi. Qiziqarli dars va shunaqa yengil atmosfera bilan boshlab oldik. O'rtada tanaffus qildik. Amerikadan vizasini olaman deb Hindistonga borib kelgan kursdoshimdan tortib, mangoliyalik do'stlar bilan gaplashdik. Shu bilan ikkinchi darsimizga qatnashib, darsimizni mana shunaqa topshiriqlar bilan soat 15:50 da tugatib oldik. Va yana bir soat universitetda qolib, onlayn darslarimni va vazifalarimni to'g'rilab oldim va universitetdan chiqib, keyin esa ishga yo'l oldim. Hozir men ushbu restoranda ishlayman. Avval kontentlarni qildim, chunki ushbu restoranda ijtimoiy tarmoqlarni ham yuritaman. Keyin esa kassada turib va mehmonlarni kutib olish bilan shug'ullanaman. Shu tarzda kechgacha ishlab, keyin uyga qaytaman. Lekin har kunim bir xil emas. Ba'zida darslarim kamroq bo'ladi, bo'sh vaqtimda esa blogimga va o'z ustimda ishlashga ajrataman. Shu bilan birga Yevropadagi bir kunlik student hayoti tugaydi. Agar sizga ham Yevropada o'qish bo'yicha real kontentlar qiziq bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang.